ochig'i bir oydan beri shu obyektni syomka qilaman, kontent qilaman deb hech bir yolchimayotgandi. Sababi juda ko'p ish qilingan. Xonadonni butunlay rekonstruksiya qilib ta'mirlangan. Mana bu naveslari qilingan. Oldingi holatda bunaqa emas edi. Mana bu zaryadniy stansiyani obzor qildik, xudo xolisa shitni obzor qildik. Uy ichida nimalar qilganimizni qisqacha bo'lsa ham tushuntirib o'taman. Qaranglar, bu yerda qurilish jarayoni tugab bo'lgan edi, faqat ta'mirlash jarayoni ketyapti. Hali ham uborka qilinmagan. Xo'p, basseyn qurilgan. Basseynga shitlarini oldindan qilib berganmiz. Kameralarni o'zimiz qilib berganmiz. Undan tashqari Bek Elektro maxsus shit ichiga basseyn uchun avtomatlarni terib berganmiz hamda yo'li shitlarini, undan tashqari derazachilar xullas koroblar bilan qilib ketilgan bo'lgan. Koroblarni olib tashlab ichiga polni ko'mib derazalarni ishlaydigan qilib berganmiz qaytarib. Undan tashqari bu faqatgina knopkadan ishlaydigan bo'lgan va pultdan. Buni telefondan ochib yopadigan qilib berganmiz. Огородligi podsvetkalar qilingan. Undan tashqari uyni birinchi, ikkinchi etajlariga alohida yana sim tortganmiz, quyosh panellariga ham tortganmiz va eng asosiy ishlarimizdan biri podolni, hosilar bilan bitta podolni ham ko'rib chiqamiz. Asosiy ishimizni yana ko'rsatib o'taman. Kichkinagina xonacha, chiroqni yoqamiz. Bu yerda zo'r narsani ko'rsataymi? Qaranglar, stabilizatorlarni ikkitasi bor edi, uchinchisini biz qo'yib berganmiz. Sifatli Volter stabilizatori. O'zi ham stabilizatori Volter brendi turgan ekan, 30 taligi. Chunki sifatni bilishar ekanda, bilaman. Qaranglar, bu yerda zo'r fishka bor-da. Mana yaqinlashganda o'zi yonadi. Xo'p, buni endi eshigini bitta ochamiz. Mana manzaraga necha to'g'ri bu yerda avtomatik perekuchatorlar qo'yilgan. Qo'lda u yoqqa bu yoqqa qilish shart emas. Sababi oldin ikkitasi bo'lgan, biz bittasini qo'shib berganmiz. Shu sababdan komplekt bo'ldi. Shitga o'zingizlar baho beringlar. Tepaga agnetu shitlarni qo'yib qo'yganmiz. Har ehtimolga bilasizlar, tavsiya qilaman. Xo'p, mana manzaraga necha, nima deysizlar? Barcha himoya vositalari bilan to'liq-holli ta'minlangan. Quyosh paneli o'rnataman desalar ham bemalol o'rnatsalar bo'ladi. Simlarni tashab, mana shu ichiga yopib o'rganmiz. Ko'rib turibsizlar, hammasi akkurat, maksimal darajada chiroyli chiqqan. O'zingizlar xolisona baho berib qo'yasizlar mehnatimizga. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, marhamat, aloqaga chiqinglar. Qo'ldan kelgancha elektriklar uchun ham mana shunaqa shitlarni yig'ib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin, yaqinlik ulashib qo'yishni esdan chiqarmanglar.